Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Elyorjonning xonadonidamiz. Mana molimiz kasal. Bu endometrit kasalligi. Yani tuqqandan keyin vaqtida yo'lda tushmay qolgan. Yo'lda tushmagandan keyin ichi sasib yirilib ketgan. O'shani davolashimiz kerak. Davolashning eng yaxshi yo'li bu venadan, sondan ukol ursa ham bo'ladi. Lekin eng yaxshi yo'li bu bachadonning o'ziga emulsiya, etiolog emas, vishnyovskiy emas, emulsiya dorilar, antibiotiklarni bachadonning o'ziga jo'natish usuli hisoblanadi. Bu nihoyatda tez ta'sir qiladi. O'sha usulni men sizlarga hozir ko'rsatib bermoqchiman. Sababi bu ko'pchilik bu usuldan qo'llanmaydi. Ana shu o'zimizning kashfiyot hisoblanadi. Qo'lbola qilib turib yasaganmiz. Biz hozirgi kasallikda ishlatiladigan dorimiz asosan mana shu oksitetratsiklin hisoblanadi. Bu ichidagi infeksiyalarni, mikrob va viruslarni o'ldirish uchun yaxshi samarali vosita hisoblanadi. Buning uchun bizga mana ko'rib turibsizlar, bir marta ishlatiladigan mana sun'iy o'sishda ishlatiladigan asbobning g'ilofi mana bu kerak bo'ladi. Ko'rpa hisoblanadi. Mana shundan biz qo'lbola qilib yasaymiz. Bunga yana o'sha tuman veterinariya bo'limida ishlaydigan vrachlarimiz ham Said Muhammedov, Izzat, Mustafaqulov, Muzaffarlar bundan yaxshi samarali foydalanib kelmoqda. Bir necha yildan beri. Endi mana shu dorimiz oksitetratsiklin. Hozir buni ishlatishni ko'rsatamiz. Undan oldin sizlarga mana shu kasallikda qaysi dorilar samara beradi, shularni ko'rsatib ketmoqchimiz. Mana Pestrip, antibiotik dori preparati, buni Pestrip hisoblanadi. Bu antibiotik hisoblanadi. Buni ham mana shu har xil kasalliklarga, shamollash, o'pka kasalligi, ichki kasalliklar, o'sha shamollashlarda, metrit, endometrit, tug'ishdan keyingi infeksiyalar, kasalliklar o'shanda yaxshi samara beradi bu ham. Bundan keyingisi mana enrofloksatsin. Bu nihoyatda juda yaxshi dori hisoblanadi. Men sizlarga tavsiya qilaman buni. Buni lecheniya uchun va profilaktika uchun ham qo'llanadi. Respirator infeksiya, kolibakterioz, pastorelioz, salmonelloz, mikoplazmoz va dizenteriya, leptospiroz, sariq kasalliklarda ishlatsa bo'ladi. Buni 15 kilogram tirik vazniga 5 milligramdan yuboraveradi. Bu muskul orasiga jo'natiladi bu dori. Yana bu asalarichilikdan keng qo'llaniladi. Asallarning chirish kasalligida ham ishlatsa bo'ladi buni. Buni sirop qo'shilib beradi 1 litrga 1 gramdan. Buni hozir bundan keyin mana astatsiya bu o'sha bachadonda spazm bo'lmagan payt o'sha kuchaniq uchun o'sha dorilarni margansovka bilan yuvganda o'sha margansovkalarni chiqarib yuborish uchun aksatsin qilinadi. Mana shu kuchaniq uchun ishlatiladi. Mana shu qolgan mana qo'shimcha dorilarimiz bor. Oreton, mana multivitaminlar bu o'sha stimul uchun, o'sha davolayotgan payt multivitaminlar qilsa yaxshi samara beradi. Buni hozir men sizlarga eng oddiy usulini, dori jo'natish usuli ancha ko'p doktorlarda qiyinchilik tug'diriladi. Ya'ni majlarni qo'ldan solish kerak va hokazo. U bachadonga yetib bormaydi. Qinda qolib ketaveradi. Bachadonning o'ziga dori jo'natish uchun biz ozgina shu sun'iy o'sishda ishlatiladigan pipetkadan foydalanamiz. Buning uchun da ko'rib turibsizlar, bizga pipetka kerak bo'ladi. Nihoyatda oddiy usul. Mana
20 gramlik shpris kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunday to'g'ri keladi bunga. Mana shundan tortib olib turib, bachadanga to'g'ridan-to'g'ri jo'nataveramiz. Bundan oldin dorini shprisda tortib olamiz. Keragicha. Shpris topib tashlaymiz. Plastmassa ko'rib turibsizlar, sal qiyshayib ketadi. Bachadanning o'ziga jo'natish qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz bunda kateterni ko'rib turibsizlar. Shpris kateterdagi tiqamizda. Avval bachadanga jo'natib olamiz. Undan keyin buni ichidagisini olib tashlab, keyin shprisga ulaymiz. Nazarda ko'rsatib beraman shuni. Tayyorlab olamiz. Ketdik. Bacadanın ağzını toplu olsunuz gerek. Ne durum işte? Tak. Bacadanın ağzını toplu aldık. Şimdi bunu şprisle jo'natib olamiz. Buna bachada endi biz bunu chiqarib olamiz. Shuni bash pressni ulaymiz endi. Dorini jo'natamiz. 20% o'z tetrasi. Buna qaranglar. Hozir buni oxirigacha bormadi-da, qolib ketmasligi uchun buni chiqaryapmiz. Havo tortib olamiz. Havo tortib olgandan keyin yana qaytadan kirgizamiz. Ana shunda oxirigacha dori ketdi. Bu xuddi shunday emulsiya va emulsiya maz dorilarni, malhamlarni suvga eritib, mana shu shprisga solib jo'natsa bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.